Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filialidan masofaviy ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarimiz uchun birinchi semestr yakuniy nazorat imtihonlari davom etmoqda. Voy, 20 dan 18 ta topibman. Keling birgalikda imtihon jarayonlarini kuzatamiz. Masofaviy ta'lim shakli yaxshimi yoki-da kunduzgi? Masofaviyda chunki vaqt ko'p beriladi. Har bitta savolga topib, yozib, uni kompyuterga joylab topshirganda ham unda o'rganasiz, ham topshirasiz. Ham qulay. Menga qulay masalan. Nechta savolga to'g'ri javob berdingiz? Hop 20 ta savoldan 10 tasiga to'g'ri javob berdim. Bu sizni qoniqtiradimi? Yaxshimi? Menimcha o'rtacha yaxshi. Zo'r deb bo'lmaydi. 20 tadan 15 ta. Masofaviy ta'lim shaklida o'qish osonmi, qiyinmi? Oson, biz uchun qulay, ishlaydiganlar uchun. Imtihonlar qanday o'tdi? Juda zo'r. Savollar qiyin bo'lmadimi? O'tgan mavzularda bo'ldimi? O'tgan mavzulardan albatta qiyin bo'lmadi, haqqoniy o'tgan mavzulardan bo'ldi. 20 tadan 20 ta topib chiqdim. Ya'ni siz juda ham a'lo o'qigansiz. Masofaviy ta'lim shaklida darslar qanday o'tilyapti? Professor o'qituvchilarimiz yaxshi o'tyaptimi? Albatta yaxshi, biz ishlaymiz. Ish bilan teng o'qish ham ketyapti. Yaxshi bo'lyapti. Bizga yaxshi imkoniyatlar bor. Masofaviy ta'lim shakli yaxshimi yoki-da kunduzgi? Bizga endi masofaviy ta'lim yaxshi, biz uchun, ishlayotganlar uchun.